Erkak puli ko'paysa, xotinni ko'paytiradi. Qonunchilikka kelsak, Jinoyat kodeksi 126-moddasida qo'shxotinlik uchun javobgarlik belgilangan. Qo'shxotinlikka nimaligi ham belgilangan, ya'ni uni predmeti nima, qachon qo'shxotinlik deyiladi. Bir tom ostida bir ro'zg'or asosida 2 yoki undan ko'p ayolni boqish, qarash, yashash, bular hammasi qo'shxotinlikka kiradi. Amaliyotda bir uyda yashatmaganligi uchun javobgarlikka tortilmaydi deyshadi, lekin bir ro'zg'or asosida qilganligini isbotlasa javobgarlikka tortsa bo'ladi. Ko'pchilik aytadi, u 126 bo'yicha jazolash qiyin, isbotlash qiyin, lekin men shunaqa faktlarni bilaman, haqiqatan isbotlangan. Alohida uylarda yashattirganlarni ham bitta ro'zg'or asosida uni bitta odamning cho'ntagidan ikkitasi boqilayotganini isbotlab javobgarlikka tortilganini ko'zim bilan ko'rganman. Bu keyslarimiz ham bormi bunaqalar? Bor shunaqalar, shuning uchun ham shundan kelib chiqib aytganman. Shuning uchun erkaklar ehtiyot bo'lish kerak baribir. Birinchidan o'ziga ortiqcha dahmasa kerak emas, chochini tezroq kal qilish bo'lmasligi uchun, ikkinchidan cho'ntagi tezroq bo'shamasligi uchun shu bitta bilan qanoat qilib yashayverish kerak bo'ldi. Ayollar ko'proq qiladi, erimi boshqa xotini bor, nima qilsam bo'ladi deb. Endi bunda oilaga aralashgan 3-shaxslarga javobgarlik bor. Qilgan harakatidan kelib chiqadi. Masalan, qanaqa harakat? Bir xil ayollar bor, bu o'zini xotinini haqoratlaydi, sen semizsan, sen usan, sen busan, kelishmagansan, ko'rinishidan kelib chiqib uni haqoratlaydi-da, shuning uchun ering menga ketib qolgan deydi. Va o'sha haqorati uchun bemalol yozib bersa javobgarlikka tortiladi. Yukida tinchini buzadi, kimlardir kelib to'polon qiladi, SMSlar yozadi, har xil haqoratlimi, oddiymi, tinch hayotini buzishga harakat qilyaptimi, demak o'sha holat bo'yicha borib yozib berish kerak. Javobgarlikka tortish kerak. Agar shunaqa holatlar bo'lgan bo'lsa, bemalol shikoyat yozishda, arizalar yozib berishda, umuman huquqiy tarafdan huquqlarini tushuntirishda yordam beraman.